Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli hoji otalar, hojonalar, guruhimiz a'zolari va bizni kuzatuvchi azizlarimiz, bugungi sanamiz 5-iyun. Mana Oqtosh Qoraqiyasoy oromgohiga bizlar uchun ajratilgan 4 kunlik dam olish dasturlarimiz, mana sayohatlarimiz, ziyoratlarimiz yakuniga yetib, xudo xolis bugun manzil makonlarimizga, xonadonlarimizga qaytamiz va barchalarni mana bu 16-iyundan 21-iyungacha hali bizlar e'lon qilgan bu dasturlarga yozilishga ulgura olmay qolganlarga talab va istaklariga binoan xudo xohlasa mana 30-iyun 1, 2, 3 va 4, 5-iyul kunlari yana ko'pchilikni talab istagiga binoan shu manzil makonlarga yana dasturxonimiz mana 6 kun mobaynida xudo xohlasa mana bunaqa go'zal bir chiroyli manzil makonlarda, toza havolarda, tog'dan oqib tushayotgan zilol suvlarda, mana bu chiroyli tabiat qo'ynilarida damla olib madaniy va maroqli hordiqlar chiqarib ketishga barchalarni taklif qilib qolamiz. Bizni kuzatishda davom eting azizlar. Alloh taolo o'zi sayohat va ziyoratlarimizni xayrli, barakotli va davomli qilsin.